Hurmatli tomoshabinlar, keyingi partiyalarimizga xudo xolasa akalar qo'ylarni asosan yoshidan so'ragan akalarimizga yosh variantlaridan kerak. Xudo xolasa Muhriddin bular soni nechta? Son 13 ta Alisher aka. 13 dona. Yosh qanaqa buni? Yoshi qo'zi 2 tish, ektam 3 ta 4 tishi bor. Qolgani qo'zi 2 tish. Mana qo'ylar akalar, haqiqiy simsar akalar, mana qarang. Qo'zi 2 tish, Qo'zi 2 tish. asosan ha? Asosan qo'zi 2 tish. Bitta 4 tishi bor, qolgani qo'zi 2 tishda. Mana aka, qo'ylar yaxshi. Xudo xolasa uzoq yil yetalab yuraman degan akalar olsa, qo'chqar zo'rini qo'shib. Bular endi bo'g'ozga garantiya yo'q-a? Yo'q, bular Xudo xolasa tug'magan hali. Birinchi, ikkinchi alinga qilaveradi. Mana. Oyoq qo'li zo'r ekan lekin akalar qo'ylar. Hali o'sadi, Xudo xolasa o'sarman narsalar. Nechta 13 ta dedingizmi? 13 ta soni. 13 dona. Bo'y baslar qanaqa chiqadi bularni? Bo'ylari 80 plus minus olishaveradi. 80 plus minusga. Mana qo'y. Quloqlari ham akalar qo'ylar zoti yaxshi ekanda lekin. Xudo xolasa hammasi zo'r. Qaychida olib qo'yganlar uchun junalib turibdi, lekin o'zi to'laydigan sortdan, Xudo xolasa. Zo'r hammasi. Qancha deysiz endi bular narxini? Alisher aka buni 13 tasini bir joyga olishadigan bo'lsa bo'ladigan narxni aytaman, 4,5 million so'mdan uylar yetkazib beraman. Samarqandgacha bir joyga olsa, tanlab olsa kelishamiz. Plus minuslari bor. 4,5 million so'mdan dastavkasi ichida yetkazib beriladi akalar. Bu oxirgi partiyalarimiz, xudo xolasa. Telefon qilsalaring akalar ish bitadi akalar, xudo xolasa. Buni yakkilab olinsa kelishiladimi o'rnidan? Yakkalabga xudo xolasa kelishamiz. Telefon qilishaversin, plusi ham bor, minusi ham bor. Ish bitadi xudo xolasa. Hisoblanib chiqib olishadi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga bir qator manzilimizni eslatib Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.